Assalomu alaykum. Uzoqda ketizomsiz. Kecha kechqurun bergan Drakon aniq suspenziyani sepdik kechasi. Bugun 15-iyun 2025-yil. Drakon 11 soat mana kechqurun hol sepib, o'g'izlar mana kasallangan holatda atmosferaga urib qo'ydik. Atrofdagi g'o'zalar, bu yerda o'sha g'o'zalar mana qarang qurib yo'q ketayotgan holati, rivojlanmasi. Mana shu agatda mana eng kasallangan joylar, g'o'za yo'qolib ketgan. Sekin tarqalyapti. Qurib kasallanib. Sarg'ayishlar bor. Kecha bir gektariga 500 gramdan, ya'ni bir zapravkasi 6 litr suvga 1 litrdan qo'shib ishlov berdik. Zametga qo'yib qo'ydim. Bu yerda g'o'zalar yo'qolib ketgan uni. Kasallanish yangi dardlar yumshoq turibdi. Tiklanish qiyin-u. Boshqa kalta bo'lib. Mana davr chiqaryapti mana. Yangi bar chiqaryapti o'sha bular. Mana kalta bo'lib qolgan mana. Mana endi chiqaryapti mana ekan. Yangi kasal. Mana sho'rajoylarga bakalasga ilganimizdagi g'o'zalar mana ekan. Suvdagiga mana kasallangan g'o'za mash. Mana ishlar bor, mana yanada o'lgan. Mana shab ketdi mana. Kasallangan joylardagi g'o'zalar mana. Mana o'lganlari o'ldi mana qolmadi. Ularlari suvdagiga o'linib ketdi. Xudo xolasa yaxshi energiyalarni ko'rsataman hop. Mana ishlar bor. Bu pasrog'i lekin yaxshi. Mashallah kasallik qoplab qolganda-da. Ishlar bor, rangi ham yaxshi mana. Salafan qadatib ko'rdik-ku mana ekan mana. Mana shu kasallarning ishlar bor, bog'larni turtib mana. Yaxshi. Mana yangi bog' chiqarib olib ishlayapti. Kasallanganlar. Muazzam bordi-ku. Mana hadi saltat koyayım ama çok büyük bu oldu. Ulan be. Ama yan koyuyor mana. İşle oldu. Orada yaxshi. Kasallangan joydi mana shu o'zasi mana. Kasallik Xudo ko'tardi. Parvardigor rahmimiz yedi mana. Kasallangan kolxoziston shu Xudo tarafdagi g'o'zamiz mana. Xudo xolasa 10 yil itilinish bor harakat.